shunaqa narsa. Mana 10 yillik tajribamdan shunaqa o'zimga xulosa qilib oldim. Bitta narsa. Bizning mahsulotimiz shunchalik kuchliligini biz bilamiz. Uni ko'pchilik bilmaydi, to'g'rimi? Ana endi bitta xulosaga keldim. Bu mahsulotni ichmagan sog'lom odam kasal bo'lishi aniq. Hozirgi dunyoda bo'ladigan o'sha yetishtiriladigan oziq-ovqat iste'mol qilayotgan sog'lom odam bu narsani ichmasa kasal bo'ladi. Ana endi ikkinchi xulosam, bu mahsulotni ichmagan kasal odam tuzalmaydi. Siz o'sha o'zingizga yaqin insonlaringizga shuni ayting. Mani ustozim bir gapi bor deydi. Sog'lom odam bu narsani ichmasa kasal bo'lishi aniq. Kasal bo'lgan inson bu narsani ichmasa tuzalmasligi aniq deb aytdi. Ana shu juda bir 10 yillik tajribamdan kelib chiqib shuni ayta olaman. Shunga amin bo'ldim.